She'r aytishlarim yoqib qolganga o'xshaydi, akalar. Muxlis bo'lib qoldim, poddeshkadamiz deb xursand qildinglar. Qani bu safargisini ham bitta eshitib ko'ringlar qani. Lekin bu safargisini bitta obuna bilan, o'rtasida bitta chiroyli komment, oxirida like bilan tugatmasak bo'lmaydi. Keyin bemalol begona qilmasdan birorta she'r yoqib qoladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib yoki birorta chiroyli she'r ko'rib qolsanglar, kommentariyasiga atmit qilib ketsanglar, qo'ldan kelgancha aytib beraman. Sizlar obuna bo'lib poddeshkadamiz deb tursanglar bo'ldi. Qani unda eshitib ko'ringlar qani. Tunlari bedorga aylandim yana. Visoling ko'rmoqqa mushtoqman sening, kulib turgan rasmingga termilib mana, davosi sen bo'lgan dardim bor mening. Aytolmayman, lekin bisyor so'zlarim, sog'inchlardan ma'yus boqar ko'zlarim, malham bo'lolmadi hatto yoru do'stlarim, davosi sen bo'lgan dardim bor mening. Sog'inchim xabarini tunlarga aytdim, ko'ngling ko'chasidan chorasiz qaytdim, bilmaysan sen deya bitilgan baytim, davosi sen bo'lgan dardim bor mening. Surating bag'rimga bosib jimgina, so'zsiz nigohlarga arzim bor mening, armon ham malham ham o'zing birgina, davosi sen bo'lgan dardim bor mening. Bilmayman bormikan chora, hijronlar zarbidan yuragim pora, qaniydi shu so'zni aytolsam zora, davosi sen bo'lgan dardim bor mening.